Tim Horton'da işlеген ayal. Post. Abdori Gülşen Abdaqadir. 7. qism. Qur'onda ko'rsatilishicha, yer yuzida tunchi qalam tavirtib, xat yozgan payg'ambar Idris payg'ambar ekan. Ulug' Allah. Payg'ambarimizdan miros qolgan bu qalamni ching tutishga va kuchlik tavirtishga nisib qilg'aysan. Maryamgul xotirasidan. Tim Hortonda vatan xiyoli. Hayot xuddi Tim Hortonning ochiq qahvasiga o'xshaydi. Qahvaning jin shaytondek sat, kechida qora, to'lg'oqdek ochiq, o'limdek rayimsiz bir ta'm bor. Ochiq va sat qahvani og'zingizga olgan chog'dagi bu chorsizlik yuzlaringizda ifodalanar. Ya teshig'i purkivtalmagan, yoki yutuvtalmagan, xuddi ya o'lim, ya ko'rim minutlardek. Ochiq qora qahva xuddi qora purganchilar bilan hech bir sabab ko'rsatishlaringga parvo qilmay, ustingda qilishlarni pulanglatib qarab turgan rayimsiz podshoning jallodlarga o'xshaydi. Ammo sen bu rayimsizni ayvashga keltirishni bilishing kerak. Xuddi ming bir kecha rivoyatidagi Shahrizod bir tarafdan zolim podshoning og'ziga xurmo, chilon, uzum va navat selib, yana bir tarafdan oxir tugamaydigan hikoya qissalarni to'qug'iniga o'xshash. Sen qahvani o'z xuy-payling va yuraqingning xolishi bo'yicha shundoq qamlashtirib bir tangshaysanki, u xuddi shirin aslamallaringdek tatliq. Bir qarashdala butun horg'inliklaringni chiqarib tashlaydigan so'ygan qizingdek haroratlik bir narsaga aylanadi. Yetarki sut qaymoq va shakarlaring mo'l bo'lsin. Aslida tangshalmagan jin shaytondek sat qora qahvani ichgan chog'dagi chorsizlik bu hayotda Maryamgul ko'rgan chorsizliklar oldida hech narsaga kor qilmas. Ohoy, qanchilgan chorsizliklarni ko'rib, qanchilab lavlarni qattiq tishlab, mushlarni qattiq turib, ustallarni qattiq mushladi. Maryamgul bu Kanadaga kelgicha Xitoy askarlarga bir tal tosh etib qo'yganligi sababi bilan qanchilgan qurolli Xitoy askarlarining hujum nishoni qilingan 15 yoshlik bir Uyg'ur bolaga amdil yordam qo'lingni so'zib, mashinaning eshigini ochishing bilan tang qilgan bir pay o'qda oldinga yiqilgan bu Sabining o'lim oldidagi eng oxirgi chorsiz holatini ko'rgan chog'dagi chorsizliking. Qo'lingni ko'tir, terrorchiga yordam qilding degan tuhmatlar oldidagi o'zingni tushuntirolmaslik chorsizligi. Sukunatga cho'mgan mahallada tunigilla shehid qilingan o'g'lining meyitini topshirib elishga daxil bo'lolmagan ona bilan mahalla to'qmishida uchrashib qolgan chog'dagi chorsizliking. Maslahat joy kuni 1 soat suhbatlashimiz degan bahona bilan og'inlilar orasidan elib chiqib ketilgan navqiron yigitning Әтіс сәһәрдә ailesiga topshirib berilgan, tömürdə qardab ketgan jasdi aldida qo'l qo'shtirib turgan el-yurt jamoatning chorsizligi. Har to'y to'kinni qizg'in chaqchaqlar bilan qizdadigan Oyshamxon onaning o'g'lining bu holini ko'rgandan keyin
Nervlardan ketib, darvoza oldida o'g'lining ismini to'xtamay takrorlab o'ltirib qolgan holatini ko'rgandiki chorsizliking. Her çarsızlık Meryemgül üçün xuddi Tim Horton'ның qahvasidek açıq həsrət elib geldi. Yürek neme degan sırlıq, ulug' ve acayip möcüzelik narsa. Muştumdak bolğаны bilan shuncha nurg'un açıq çarsızlıklarni singdiralaydigan. Yana bir vaqtning o'zida olamshumul bo'shliqni ko'tarib yuralaydi ekan. Xuddi hayotliq suv, tuproq va bo'shliqdan tarkib topgandek. Meryemgül va uning do'sti Zaynablar o'z vaqtida o'z shahrining eng g'ururliq, eng baldir uyg'ongan, o'zidan halqib vatani va xalqining masalalarini ko'ngliga pukkan ilg'or qizlardan edi. Fevral oylarining eng oxirgi qor lapildab yig'iyotgan qattiq sovuq bir kuni Norki yaqiliq sokno palto va norki quloqchi kiyishgan 5 jup qiz yigit Zeynep bilan Jasurning to'y marosimini o'zaro oddiy o'tkazib, kulki chaqchaqlar va akkordeonga tankash qilingan jirlar bilan bu bir jup yoshni sanjaq mahallaning eng ichkirisiga joylashgan yo'g'on peshayvonlik qo'rodagi saramjonliq bir eg'izliq hujraga ko'chirib qo'yishdi. Appoq pardalar, chamadon va sandiq ustiga yepilgan rashliya ishlangan yopqichlar. Sandiq ustiga ratlik tizilgan yotqan va yekandozlar. O'tqashdek xotan gilamlari shundaqla cho'yinmashdan kelayotgan issiq harorat qo'shilib, bu kichikkina qiz hujrasini texama haroratlik ko'rsatmoqda edi. Meryemgül Zeynep'ga ham qo'ldosh bo'lgan edi. Bebaho, ta'riflash qiyin bo'lgan ayol qalbi. Hamda Uyg'ur ayolning qalbi. Bu ta'riflash qiyin bo'lgan qalbga bir qalbi yerlashdimi bo'ldi. Ayol qalbi shuning bilan pichirlashib, shuning hasratini bag'riga tengib yashaydi. Lekin erlar undaq emas. Bir kishi bir ayolni so'ygan turuqliq mo'rti va pursti kelib qolsa, yondiki boshqa bir ayollar bilanmi? Ammo yana bir nuqtami borki, bir kishining qizqidig'ini ming, qo'g'lashqini bir bo'ladi. U tarbi Guangzhou, Shanxay, bu tarbi Almata, Qirg'izistonlarda qatrab yurib tijorat qilgan Jasurning dar haqiqat Alma-Ata, Bishkek va Toshkentlardagi noz karashma ayollar bo'stonliqlardan otlab o'tib ketishi task to'xtagan chog'larmi bo'ldi. Ammo qalb to'rda har vaqt Zeynepni saqladi. Qiz bilan yigit o'z hujralariga ko'chirib kirilib, qoida bo'yicha bir payda chaqchaq bo'lgandan keyin Jasur bilan Zeynepning do'stlari qaytish uchun o'rinlardan turishdi. Meryemgül shu chaqda Jasurning oldiga keldi-da, uningga qarab so'zlashga boshladi. Manga qara Jasur. Agar bugundan e'tiboran do'stim Zeynepning ko'zidan bir tal yosh oqqizadigan bo'lsang, uni uy ayoli qilib tashlab qo'yib, o'zing heliqi nomi mashhur O'ttir Osiyoda yuradigan bo'lsang, men sana savoqdishim, mahalladishim, yiroq bo'lsimi tuqqunum deb yuz xotir qilmayman. Bilib qo'y.
u chaqda sana deydigan 4 eg'iz gepim bor, dedi qo'llarini yenik shiltib chaq-chaq arlash. Allah Allah, 4 eg'iz gepinga yana 2 eg'izni qo'shib, 6 eg'iz qilivatgina Maryamgul. Biraqlam jiq-jiq anglab qutulib ketay. Baq qo'rqib ketyapman jumo. Put-qo'llarim titrab ketyapti. Sening o 4 eg'iz gepingni anglamay turibla. Bu 2 nafar savaqtash va do'stlarning o'zaro qilishayotgan chaqchaqliq dialoglardan atrofdagi qadinas do'stlar kulishmoqda va diqqat bilan anglamoqda edi. Jasur birer romka içki içken bo'lsa kerak. Yuzlari sal qizirib turadi. O sözünü yana davomlashtirishga boshladi hamda shartlarga ko'ngan qiyofatda. Ma'qul Maryamgul. Men do'stingning ko'zidan oqqan har bir tal yoshni sanab, sana uning sababini tushuntirib, doklasunaman har kuni. Sen buningdan xotirjam bo'l. Jasur bu so'zlarni shunchalik yumorliq so'zladiki, uy ichidan kulki qiqas chiqib ketdi. Buning bilan tang yana bir qitim chaqchaq boshlanib ketdi. Aslida mush o'ltirgan xonimlarning hammasi O'rta Osiyoga seni ting-tinglig'ili chiqqan Zaynabning saqchillari. Vayt! Maryamgul bu ayol saqchilarning boshlig'i ekan, boshlig'i. Vayt! Almataga somkichilik qilg'il chiqqan ayollarga hargiz uchur bermasligimiz kerakkan og'inilar. Ularning hammasi Maryamgul qurgan ayol saqchilar atirtining saqchillari ekan. Vayt! Og'inilar, bu qitim sorunni sal yiroqqa, Toshkent tarafga yo'tkimisak, Almatda ishonchlik bo'lmay qilyotidi. Qadinas do'styaranlar kulki chaqchaqlar bilan bu yangi qurilgan issiq uvidan ayrilganda kech soat o'shkini ko'rsatib turadi. Lav inson a'zolari ichidagi eng so'yimlik a'zo. Lav so'ygi muhabbat va sadoqatga tunji tamg'isini urgan a'zo. Lav yana söygünün çilliqiga guvohlik berguchi sap tiniqlar. Yurakning do'pildab tankash qilishi, hayajondan titragan badanning hamrohligi va guvohlik berishi bilan dunyoni söygü muhabbatning go'zallashtirdiganligidan iborat bu haqiqatga imzo atgan a'zo. Lav söygüge besilgan tunji qadam va oxirgi qadam. Lav bugungi tatliq kechining xayr xo'shi. Lav yana ikki yurakning tong sahardagi marhabasi. Odam oti bilan Havo ona jannatdan ziminga qo'g'landi qilinib, uzunga so'zilgan judolikdan keyin Arafat teg'ida uchrashganda o'z xizmatini boshlagan Lav hozirga qadar dunyoni so'ygi muhabbat bilan zinnatlashga oz bo'lmagan ajrlarni singdirib keldi. Hujradan pas ovozda chelingan tambur muzikasi anglanib, bu ikki oshiq ma'shuqning go'zal simfoniyalariga yana bir akkord qo'shayotgandek tuyg'u beradi. Jasur tuzli qilgan birer eg'iz gap so'z bilib bilmay shahlo ko'zli xonimlarga bir tabassum qilib qo'yganligi sababidan ko'p qitim Zaynab tarafidan ig'ir jazolarga tortilgan. Uning oldida o'zini tushuntirib berolmay ko'p qitim lol bo'lgan edi. Albatta, shundoq bo'lish kerak-da.
Çünki aşıqның көңлі назық. Оны аздап Zeynep'ның Мәриямгүл ismlik olmistak razvitchik do'sti bo'lib, "Manga qara Jasur, agar do'stimni bo'zaq qiladigan bo'lsang", deb ko'tildab chiqatdi bir yoqlardan. Jasur yuqorqidek sabablar tufaylidan yana bir eg'iz so'z va bir harakatni xato qilib qo'yib, bu g'ururli qizni to'y kechasida xafa qilib qo'ymaslik uchun nihoyat ehtiyot bilan muomala qilyotdi. Jasur bilan Zeynep bu kecha ana oshu suyumlik va nomsiz, shundaqla yozg'uchi shoirlar qalamida ko'p ta'riflanmagan lavining elchiligida bir-biriga tamoman taslim bo'lishgan edi. Tang sahar Jasurlarning darvozasi ansiz va qattiq urilishga boshladi. Bu ansiz urishlar sahar jimjitligini buzib, butun mahallani sarosimiga selvatdi. Bir mashina qurolli Xitoy askarlari Jasurlarning o'g'zillarini, hattoki uzunga so'zilgan mahalla to'qmishiga qadar qurol tanglab turib, Jasurning qo'llariga ko'yzi selib elib ketishdi. Qattiq so'g'uq va shivirg'an o'limoqda. Jasurning tuyuqsiz qo'lga elinishi bilan to'yning chilloq va boshqa narsalarimi amaldan qoldirildi. Hamma chorsizlik ichida nima bo'lganligini bilolmay gangrashmoqda edi. Oradan 3 oy o'tgandan keyin Jasurning oilasidagilar hukumat tarafdan Jasurning Sharq Turkiston Islom partiyasini mablag' bilan ta'minlaganligi, vatanning birligini parchalashga va terrorlik harakatlari bilan shug'ullanishga uringanlik sababidan qo'lga ilinganligi haqida material topshirib oldi. Ey chorsiz shahar! Ey bechora chorsiz xalq! Ularning na bordigan qozisi yoki qonuni, na tutadigan advokati bor. U yoqqa tipirladi, bu yoqqa tipirildi. Ularning bu ishning rost yoki yolg'onligini isbotlash uchun harakat qilish huquqimi yo'q edi. Мәриямгүл do'sti Zeynep va Jasurning ota-onalarining bu ig'ir kunlarda yanada bo'ldi. Мәриямгүл va Jasurning barliq do'st birodarlari shaharlik hukumat, shaharlik partkom, shaharlik soqchi qatorliq o'rinlarga qatirab, Jasurning izderkini elish uchun harakat qildi. Ammo Jasurning qaysi turmaga qamalganligi haqida zarrachilikmi uchur ololmadi. Bu ish Uyg'ur soqchi va Uyg'ur boshliqlaridanmi intayin maxfiy tutilgan edi. Qahrdan qish ketib, bahor keldi. Bir kuni saharda Maryamgulning telefoni chalindi. Telefon qilgan Maryamgulning shaharlik soqchi idorasida ishlaydigan saboqdishi Sodiq edi. U bugun bu shaharda yepiq sud ichildiganligini, ammo yepiq sud o'rni intayin maxfiy tutilganligini, o'zlariga soqchi idorasi tarafidan shaharning bexatarligini qo'g'dash vazifasining topshirilganligini, bugungi bu yepiq sudda balki Jasurning sotlanib qilish ehtimoli borligini aytib telefonni qo'yibdi. Shahar har yerga qo'yilgan qurolliq chorlash atratlari sababidan sarosimiga tushgan edi. Kechilarda aholilarning uylariga tuyuqsiz besib kirgan Xitoy qurolli qism soqchilari
yoshlarga yo'qlang töhmetlarni chaplab tutqun qilmoqda edi. İz-deraksiz yo'qab ketgan yoshlarning soni kundan kunga oshmoqda edi. Maryamgul darhol telefonni qo'yib, bu ahvolni Zaynab, Jasurning ota-onasi va og'aynilariga telefon bilan uqtirdi. Shundoq qilib, bu xabar intayin tezlikda Jasurning izderkini ololmayotgan barliq kishilarga yetkazildi. Yepiq sotning atdiganda ichildiganligi taxmin qilinmoqda edi. Shu kuni atdigan soat 7:30da Maryamgul bilan Zaynab ikkisi uchrashib, velosiped bilan chepib yurib, yepiq sot ichilish ehtimoli bo'lgan barliq mehmon saroylarni tekshirib chiqdi. Bugun shahar ko'chalarida saqchi mashinalarining haddidan ziyoda ko'payganligi, shundaqla chaqirib, uyoq bu yoqqa ansiz o'tib turishlari, yo'llarda qurilgan to'saqlar. Bugun bu shaharda Uyg'ur tarixiga tamg'isini uradigan Jallod Yangzingshin, Jallod Shingsaylar bu zaminda ko'p qitim sodir qilgan. Yana bir zo'r voqeaning yuz berdiganligini ko'rsatib turadi. Tuyuqsiz saqchi mashinalari chaqirgancha bir yo'nalishga, ya'ni shaharlik konsul mehmonxonasi tarafga qarab chepishga boshladi. Maryamgul va Zaynab shuningdek o'z farzandlarining izderkini ololmayotgan ota-onalar to'pimi tok kaltaklarini ko'tarishib olgan saqchilarning qattiq to'sishlariga qaramay konsul mehmonxonasi tarafga qarab eqishga boshladi. Atdigan soat 11:30 bo'lgan chog'lar bo'lsa kerak. Ochiq sot oxirlashib, qurolliq saqchi qismning cho'g'in ko'zipliq harbiy mashinalari konsul mehmonxonasi tarafdan chiqishga boshladi. Alahazal 5 yoki 6 ga yaqin mashina chiqib bo'lgandan keyin ochiq sot qilingan Uyg'ur yoshlari selingan harbiy mashina ko'rilishga boshladi. Orqaga chekining. Xitoy saqchilari shahar ko'chalariga saldak eqib kelayotgan odamlar to'pini chetga ittirib yo'l ochmoqda edi. Harbiy mashinaning ichiga o'lim jazosiga hukm qilingan 7 nafar Uyg'ur yigiti selingan bo'lib, mashinaning oldi tarafida Jasur 2 nafar Xitoy askarining qattiq qamal qilishi bilan chorsizlik ichida kindiq qani to'kilgan ona shahriga to'ymay boqmoqda va bu kishilar to'pi ichidan o'zining so'yimli kishilarini izlamoqda edi. Shu asnoda shahar xalqi orasida qistilib yurib, harbiy mashina chiqayotgan darvoza tarafga bo'ynini so'zib, tashvish va sarasim ichida qarayotgan Zaynab o'lim jazosi taxtisi esilgan Jasurni ko'rdi. Zaynab o'llik ovozda: "Jasur! Jasur!" deb vaqirg'ach, harbiy mashinaga agishib yugurishga boshladi. Maryamgul va barliq bu ko'chaga to'plangan kishilar o'lim jazosi maydoniga elib mengilgan bu qotillar mashinasining orqasidan to'xtamay azimatlarning ismini vaqirab yugurishmoqda edi. Shu asnoda Jasur bilan Zaynabning ko'zlari uchrashib qoldi. Zaynabning beshi pirrida qayg'andek bo'ldi-da, hushidan ketib yerga yiqildi. Chorsizlik. Zaynab homila edi. Bundaq ichinishli ko'rinishlar bilan shahar xalqi pat-pat uchrashib turadi.
Bundaq çağlarda xalq, zalim Firavun va uning odamlari Musa alayhissalom va uning agashkuchilarini qo'g'lab kelib, Qizil dengiz girvaklarida qapsilib qolganda, Qizil dengizning ikkiga yerilib, Musa alayhissalom va uning agashkuchilarini Firavundan qutuldirgandek bir mo'jizaning paydo bo'lishini bakma orzu qiladi. 7 nafar Uyg'ur yigitini elib, daryo bo'yidagi ijro maydoniga elib ketayotgan Xitoyning harbiy mashinasi shaharlik asosliq yo'llarni besib o'tgandan keyin so'lga qayrildi-da, sur'atini teziltishga boshladi. Kishilar to'pi: "Yotgan yeringlar jannat bo'lsin shehidlar. Sizlarni Allohga topshirdik" deb yugurgancha azimatlarga qo'l pulanglatmoqda edi. Shu asnoda tat qilgan ovoz bilan tang Xitoy askarlari xalqni o'q tutdi. Buning ichida Maryamgul bor edi. 4 kishi o'ldi. 3 kishi ig'ir yaralandi. O'q Maryamgulning mo'rsini surib o'tib ketgan bo'lib, yenik yaralandi. O'lganlar terrorchi qatorida muomala qilinib, Xitoy askarlarining qattiq nazorati ostida meyiti yuyilib, oila a'zolari bilanla namozi tushirilgandan keyin yerlikiga xufiyani qo'yildi. Nazir chiroq va hech qanday murosim o'tkazishga ruxsat qilinmadi. Mahalla va zaratgarlik 3 oydan 6 oyga qadar Xitoy askarlarining qurolliq nazorat qilishi ostida bo'ldi. 5 yildan keyin yoz oylari, egiz peshayvonliq, uzum barangliq, har xil gul chechaklar bilan to'lgan ozoda Uyg'ur qo'rolari. Qo'roda 5 yoshlik bir o'g'il bola o'yinchiqlarni o'ynamoqda. Bu Jasurning o'g'li Javlon edi. Peshayvon ustiga qo'yilgan ustalda 2 qadinas do'st choy ichgach paranglashmoqda edi. Bu ikkaylan Maryamgul bilan Zaynab edi. "Adash, men kelar hafta Turkiyaga bormoqchiman", dedi Maryamgul oradagi jimjitlikni buzib. "Nima deydigansan, adash? Sen mening birdan-bir tasallichim eding. Endi senmi kessang? Men bu yurak yarasi üstü uçuq turmada qandaqmı yaşarman?" dedi Zeynep ko'zlariga yosh olgan oldi. "Adash, ko'nglingni buzma. Biz hayotimizni bundaq so'linib qolgan holatda zoya qilmasligimiz, bir ishlarni qilishimiz kerak." Ikki do'stning chiroyi jiddiy tus olgan edi. "Adash", Maryamgul atrofga ehtiyot bilan bir qur sapselib qarab atgandan keyin Zeynepning qo'lini tutib turib past ovozda: "Adash, men bu usti ochiq turmadan qutulib, bu zaminda yuz bergan fojialarni dunyoga anglatish qaroriga keldim." Orani azroq jiddiy bir sukunat qopladi. Ondan Maryamgul yana so'zini davomlashtirdi. "Adash, jug'rafiyalik o'rnimiz shundoq nacharki, to'limi ichkiri bir ichki quruqlikqa qapsilib qoldik. Bu yan tarafimizda Shanxay hamkorlik tashkiloti deb ataladigan uzunga so'zilgan bir sim to'saq so'zilib yotidi.
Şoңa mən hayatımның қалған bir qismini Uyghur davasını dünyaya anlatış bilan ötküzüş qararıga keldim. Zeynep o'rnidan turib Qadinas do'stini chin quchoqladi. Ikki do'st ko'z yesh qilishdi. Shu damlarda ularning ko'z oldidan balaliq aslimalarga oid hamma narsa xuddi kino ekranlaridek birma-bir o'tmoqda edi. Adash, biz jimmida sukut qilib o'lib ketmasligimiz kerak. Dedi Maryamgül Qadinas do'stining alqonlarini ching siqib turib. Adash, men nimani qilib bera olayman? Men garchi tirik yashayotgan bo'lsam-mo, ammo ruhim allaqachon jasur bilan tang o'lib bo'ldi. Dedi Zeynep ko'z yoshlarini qo'l yog'liqi bilan surtgach. Mening hayot qilishdagi birdan-bir sababim faqat Javlon uchun. Dedi u yana qo'shimcha qilib. Undaq dema do'stim. Biz qiladigan ishlar nurg'un. Sen to'y-to'kin va nazir chiroqlardan foydalanib, faqat shahar bo'yicha qanchalik Uyg'ur yoshning yo'qlang töhmatlar bilan o'limga hukm qilinganligi, qanchalik yoshning turmalarda ekanligi va yana qanchalik yoshning iz deraksiz yo'qab ketganligiga oid birma-bir uchur to'pla. Tama ko'l bo'lur degandek, sen to'plagan bu uchurlar birdan-bir yig'ilib, bütün bir millatning taqdiriga munosabatlik cho'ng bir materialga aylanadi. Yetarki to'pla. To'y-to'kin va nazir chiroqlar, shuningdek ayollar yig'ilishlari sen uchun yaxshi fursat. Shundoq bir kun keladiki, adash, bu uchurlar zolimning zulmining qanchalik darajada chekdan oshganligini bildirdigan. Maryam, kichik, o'tira, cho'ng va yana bir daraja cho'ng qahva istakonlari oz qapti. To'shtirib atgan bo'lsang, dedi boshliq qahvaning har bir cho'ngliqdagi karton istakonlari esib qo'yilgan asqini qo'li bilan besib turib. U yana plastik eg'izlar, qahva, choy yashiklarining hammasini liqla. Yana bir cho'gin choy va bir cho'gin qahva damla. Xaridorlar ko'paydigan vaqt oz qoldi. Axlatlarni to'kib, axlat xaltalarni almashtir. U yana kichik xaltaliq sut, shakar qo'yildigan qachilarni ishorat qilib. Bularmi hargiz yerimdab qolmasligi kerak, dedi. Boshliq so'zlagach, hamma bulung pushqoqlarga ko'z yugurtib, Maryamgulga buyruq tushirmoqda edi. Mana mavu qo'l surtish qog'ozlarimi oz qapti. Liqla, dedi va qutini Maryamgulning oldiga tashlab berdi. U yana Tim Hortonda xiyol surishga bo'lmaydi. Put, qo'l, ko'z va cho'ng minga jiddiy ishlab turish kerak, dedi. Tim Hortonning boshliqlari har vaqt kulib turib, ishchilarning jinini ilib, jangalda qo'yatdi. Bu buyruqdan Maryamgul xiyollar olamidan uyg'ondi. O'zining vatanda emas, Kanadada ekanligini his qildi. Va qandaqdir bir jiddiy holatda boshlig'ining deganlarini bija keltirish uchun
pay baslig'inicha ishlashga kirishib ketdi. Aslida Maryamgulning badani Kanadadagi Tim Hortonda ishlayotgan bo'lsa-mu, ammo yuragi va ruhi uzoqlarda qolgan ona vatani bilan birga so'qiyotgan chog'lar, 40ning qarsini olgan chog'lar edi. Bilamsiz, bir ayol uchun 40 yosh intayin xosiyatli yosh. Ayollar aslida 40 yoshdan keyin yashaydi. 40 yosh qizlik, ayollik va onaliqdagi barliq ortiqchilik va latofatlar mujassamlashgan davr. Qiyin ana qaynotasının xizmatini qilish, kechisi bo'shik quchoqlash, farzandlarni maktabga yo'lga solish va hokazo. Degandek ishlar 40 yoshga kelganda ozroq silikib, ayollar o'ziga qarashga boshlaydigan, sayohat rahbarlarini qo'liga ilib, nalarga berib sayohat qilsam bo'lar deydigan. Aynak qarab, endi o'zi uchun ozroq vaqt sarf qilish vaqtining yetib kelganligini his qiladigan yosh. Aslida 40 yosh qutluq yosh. Odam o'lgandan keyin 40 kun to'shqanda 40 nazarsi berilib, duo tilovat qilinadi. Hazreti Musa Allohning amrini tur teg'ida 40 kecha kunduz olgan edi. Allah Hazreti Adamning badanini laydan oprida qilib bo'lgandan keyin 40 kun saqlagan. Ondan 40 yil o'tgandan keyin ko'kka chiqarganmish. Hazreti Nuhning kemisida 40 ayol, 40 erkak va 40 hayvon bor edi. Kime to'pon balasi yuz berib, 40 kundan keyin Judi teg'ida to'xtagan edi. Allah Hazreti Havo onamizga 40 farzand bergan edi. Hazreti Muhammad alayhissalom 40 yoshida payg'ambar bo'lgan edi. Yoshurun da'vat qilib, musulmonlarning soni 40 ga yetgandan keyin oshkora da'vatni boshlagan. Hazreti Yunus alayhissalom beliqning qornida 40 kun qolgan edi. Hazreti Davud alayhissalom 40 kecha va kunduz tamoq yemay Allohga yig'lagan. Üzüm suyi og'zi taqilib 40 kun saqlansa sirkaga aylanadi. Hazreti İlyas alayhissalom 40 yoshida payg'ambar bo'lgan edi. Hazreti Aysoning qiyomat bo'lishdan avval 40 yoshida yer yuziga tushadiganligi va 40 yil islom dinini yurgizdiganligi ma'lum. Demakki 40 yoshlik Tim Hortonda ishlayotgan bu Uyg'ur ayol Maryamgul Tim Hortonning ochiq qahvasidek xalqining beshiga kelgan ochiq kashmishlari va ochiq chorsizliklari ichida yetilib tavlanmoqda edi. 7-qism tugidi.